Assalomu alaykum. Men Mahkam Bumyura, yoshim 43da, kasbim akusherka, Tojikistonning Spitamenn nohiyasidanman. Men hozir sizlarga Tianshi mahsulotlarini ichib olgan natijalarim haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qariyb 20 yildan buyon biz oilaviy Moskva shahrida Rossiyaga kelganlar meni tushunsa kerak, uzoq yillik og'ir mehnat, stresslar natijasi, asabbuzarliklar hammasi meni sog'lig'imga juda ham katta ta'sir qilgan ekan. Men o'zimda bir qancha kasalliklarni orttirib olgan ekanman. Shulardan biri grija disk. Belim juda ham ko'p yillarda og'rib meni bezovta qilardi. Tojikistonga borganimda Toshkentga borib 2 marta belimni MRT qildirganman. Belimni 3 ta joyda grija diski bor deb menga tashxis qo'yishgan. Qarangki, har yil otpuskaga ketsam, birinchi qiladigan ishim fizioterapiya olardim. Chunki qaytib kelib yana ishlashim kerak edi. Ishim fizikiski. O'shaning uchun birinchi qiladigan ishim lecheniya edi, fizioterapiya edi. Men Moskvadan qimmat aptechnik preparatlarni olib ketardim. Odamlardan eshitibki, mana shular juda ham yaxshi foyda berar ekan deb. Qarangki, lecheniyani olardim. Moskvaga qaytib kelsam, u lecheniya menga 3 oy, 4 oy, ko'pi bilan 5 oyga yetar edi. Ularning ta'siri ketgandan keyinsiga yana mendagi shu og'riq yana meni bezovta qilar edi. Ishga borganimcha 1 soat, 1,5 soatlik yo'l, belim hozir bertiladi deb shu og'riq meni juda ham azob berar edi. Bu kompaniyada meni o'zimni dugonam ishlaydilar. Shu mahsulotlardan olib iste'mol qilishni tavsiya qildilar. Moskvadagi doktorga borib, diagnostika qildirib, назначение qildirdim. Endi qarangki, bu ko'p yillar davomida paydo bo'lgan kasallik 1 oy 10 kunda tuzalmas ekan. Qancha vaqt sarflagan bo'lsak, kasal paydo bo'lishiga, o'shaning uchun ko'proq ichish kerak ekan. Etapma-etap ichishni boshladim mahsulotlarni. Bu menda juda ham yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Belimning og'rig'i tark etishni boshladi meni. Oyog'imda shipori bor edi, ulayog'i bo'lishni boshladi. Yana bir qancha kasalliklarimga men shifo topdim. Shu yil Tojikistonga borib Bahoristonda men dam oldim fizlechebnitsada. Fizlechebnitsada oladigan lecheniyadan biri вытяжение edi. Belimni har yil вытяжение qildirar edim. Вытяжение qilgan vaqtda обострение berardi-da, o'sha og'riq kasallik qo'zg'ardi, menga juda ham azob berardi. Mana shu yil вытяжениеda ishonsangiz agar tanamning bir joyida zarracha og'riq paydo bo'lmadi. Qarangki, men o'zimda shunchalik ishonch hosil bo'ldiki, mana bu mahsulotlardan ichgan juda ham zo'r natijam. Men hitazan ichdim, kardiceps, choy, sink, общий kalsiy, kalsiyda juda ham ko'p ichdim. O'sha kalsiy ichmaslikdan ham osteoxondroz paydo bo'lar ekan. Hammani bo'yim cho'kib ketdi. O'sha hammasi insonni tik ko'tarib turadigan kalsiy ekan. Men juda ham xursandman. Hammalaringga tavsiya qilaman. Agar meni natijam kimga yordam bersa agar, men o'zim baxtiyor deb bilaman.